PUBG Mobile ofitsial turnirlari uchun 365 kun trenirovka 10-kun. Bugun sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'dagi turnirlarga qanday qilib qatnashishni o'rganamiz. PUBG Mobile'da ikki xil turnir bor. Birinchisi PUBG Mobile'ning ofitsial turnirlari, ikkinchisi esa event turnirlar. Event nima deb turganlar uchun, event bu biron bir content maker yoki streamer tomonidan o'tkaziladigan turnirlar. Hozir sizlarga men event turnirlarida qanday qatnashilishini ko'rsatib beraman. Event turnirlar 5 xil bo'ladi. Ya'ni ular 1-4, 1-2, 1-1 va praklar. Ya'ni 1-8 va prak. Prak nimaligini bilmaydiganlar uchun bu praktik igra. Bundan tashqari ingliz komandalarida tren ham deyiladi. Asosan event turnirlari 4 xil vaqtda bo'ladi. Ularning birinchisi soat O'zbekiston vaqti bilan 16:00 da, ikkinchisi O'zbekiston vaqti bilan soat 20:00 da, uchinchisi O'zbekiston vaqti bilan soat 11:00 da, to'rtinchisi esa O'zbekiston vaqti bilan tong 2 da. Event turnirlariga qatnashish uchun sizga ozgina pul, komanda va mas'uliyat kerak bo'ladi. Event turnirlarida qatnashish uchun sizlar birinchi o'rinda Scream kanal topishlaring kerak. Agarda sizlar Scream kanal topolmay turgan bo'lsalaring, mening bioyimdagi kanalga o'tib, xohlagan Screamlaringdan slot sotib olib o'ynashlaring mumkin. Ko'rishlaring mumkin, mana bu kanalda 1-4 slot 5000 so'm ekan. Bu turnirning vaqti esa soat 8 ekan. 8 da komandam ham, men ham bo'sh bo'lganim uchun bu turnirni sotib oldim. Bu turnir soat 8 dan boshlab soat 11 oralig'ida bo'lib o'tadi. O'rtacha 4 ta karta bo'ladi. 4 ta karta har bittasi 40 minutdan. Ya'ni 30 minutdan o'yin, 10 minutdan kirish va chiqish. Video cho'zilib ketganligi uchun